Raspakovka videolarimni sog'inganmi deylar. Bolajonim uchun Xitoydan juda ham zo'r narsalar zakaz qilganman. Bularning raspakovkasini birgalikda qilamiz. Qani ketdik. Joylashib o'tirib oldim qizlarjonlar. Juda ham ko'p narsalar zakaz qilganman. 1 minutlik videoga siqadimi yo'qmi bilmadim. Agar siqmasa, ikkinchi videoni ko'rishingizga to'g'ri keladi. Hozir mana shu birinchi raspakovkani ochamiz. Voy, bu nima zakaz qilganman? Koshmar. Nima bu? 10 tagina deb o'ylagandim. Buni qaranglar. Bu menimcha одноразовый klyonka deydimi? Bolalarni tagiga qo'yishga qizlar вообще zo'r ekan. Men buni endi bilmadim necha oy ishlataman. Вообще ko'p qizlar qutini ochamiz. Tak, qayta qilsam ekan. Brend V mana. Birkalarida ham brendlari yozilgan. Gucci. Mana shunaqa mana bu taraflarida ham brendlari yozilgan. Bu yo'llarda lekin kачествосiga вообще gap bo'lishi mumkin emas. Endi shuni ochamiz. Ishonsanglar, o'zimga hech narsa zakaz qilganim yo'q. Faqat bolajonim bilan turmush o'rtog'imga zakaz qilganman. Mana shunaqa shim kачествосiga вообще gap bo'lishi mumkin emas, qizlar. Voy, bu bolajonim uchun. Serdichkali. Yes! Anaqa ustiga urab qo'yishga ham adyolcha sifatida o'tadi-da, mana. Buni raspakovkalarimda ko'rgan bo'lsanglar, kolyaskasiga to'shaladigan ko'rpachacha deydimi, nimadir deydi. O'shanaqasini zakaz qilgan edim. Kim bilsa agar. Buni adyolchasini zakaz qildim. Matosiga prosta gap bo'lishi mumkin emas. Yozga havo o'tadigan mana. Вообще shunaqangi zo'r. Buni urab qo'ysam, kartinka bo'lib qoladi bolajonim. Voy, bu nima san? Bu bolajonim uchun boshchasini yuvishga shunaqa silikonli meshotchkadan bu shunaqa karmashkali paketchalarni solib qo'yasiz. Bu bitta edi, ikkinchisini podarkaga berib yuboribdi. Raspakovka video ham 1 minutlikka siqmadi. Ikkinchi videoga o'tib ko'rishinglar mumkin. Raspakovkaning juda ham zo'r narsalar hali oldinda.